كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا وارحمنا واتنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Parvardigar tilovatlardan hosil bo'lgan savoblardan ahli jamoat barchalarimiz tomonidan umidvor bo'lib o'tib ketgan barcha mo'min, mu'mina, muslimalar ruh holatlariga yetkazib savoblardan ularni bahramand qilgin. Kalomingni nuri bilan qalblarimizni munavvar qil, kalomingni shifosi bilan dardlarimizga, bemorlarimizdan dardlariga shifolar ber. Kalomingni barakoti bilan bizlarga berayotgan ne'matlaringga baraka ato et. Ob-havolarimizni bizlar uchun yoqimli va manfaatli qilgin. bizlarni balo ofatlardan o'zing panohingda asra. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va sallim bi rahmatika ya sallallohu ala sayyidina Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Parvardigar aytgan salovatu salomlarimizni Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning ruhi muboraklariga bag'ishladik. Qiyomat kunida huzur necha savobatlardan barchalarimizni nasib et. Bu kechani yaxshiliklardan barchalarimizni nasibador qil, yomonliklardan panohingda asra. Ertangi kunni yaxshi amallar va toat ibodatlariga barchalarimizni aqllarimiz bilan salomat yetkazsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va sallim ya arhamar